Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi fayzli xonadonimizning eshik, zina, kuxonniy mebellarini yasab o'z egalariga topshirdik, xudo xolasa. Eshiklarimizdan qisqacha lavha. Bu eshiklarimizga keladigan bo'lsak, MDFimiz qalinligi 1lik bo'lgan. Ichiga 3 katta reyka, garaj pressda qisilgan. Gullarimiz qalin o'yilgani hisobiga 1lik MDFdan qilingan. Kraskalarimizga keladigan bo'lsak, ikki komponentning betek kraska astarlaridan sepilgan, laklaridan. Bularni oshiq-moshiq, zamok, uстановка, arqa oldi obnalichka, dabor hammasi o'z ichiga kiradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eshiklarimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Romlarni ham o'zimiz qilib berganmiz. Zinamizga keladigan bo'lsak, zinamiz sasna taxtadan bo'lgan. Perelalari, tachonka, balasina hamma yo'q sasnadan bo'lgan.